insonning niyati qancha zo'r bo'lsa, bir kuni bo'lmasa bir kun berarkan. Orzusini astoydil diliga ko'msa, Xudo berarkan u rohat ko'rarkan. O'sha payt ishlardim kichikroq joyda. Bir yoshroq yigit ham hamkasbim edi. Aql va farosati edi joyida, tushlikni ham birga qilaylik derdi. Birga namozni ham etardik ado. Qilgan duolari aqlim olardi. Taajjublansam derdi, yetkazar Xudo. G'aroyib niyatlar qilib qolardi. Niyati shunday edi. Ey Alloh, men g'arib bandangni tingla. Har juma kunida umro nasib et. Ibodat qilardim shu kuni minglab, kulib qo'yib derdim, niyatingga yet. Ichimda aytardim, tavba bu bola. Bo'ladigan duo so'ramas ekan. O'ziga ham dedim, ranjimang, ammo so'ragan narsangiz antiqa ukam. 7-8 yillab birga ishladik. Keyin korxonamiz yopilib ketdi. Hamma har tarafga xayr xushladik, ungacha o'zimni korxonam bitdi. Xudo omad berib oyoqqa turdim. Muborak haj uchun otlandim yo'lga. Ulug' niyatimga yetdim, suyundim. Yo'llanma olganda quvondim qo'lga. Birinchi tavofim ado etgancha haram eshigidan chiqayotgan edim. Bir yigit yuzimga termuldi ancha, sizni qayerdadir ko'rganman dedim. U bo'lsa quchoqlab ko'rishdi asta. Tanidingizmi deb berardi savol. Xush ko'rdik deb menga bo'lib payvasta sevinib so'rardi tinmasdan ahvol. Esladim endi. Bu o'sha yigit. Dedim, sizga ham safar muborak. So'z qotdi bir passa saqlab sal sukut, o'zi haqida bergancha darak. Akajon, ancha yil oldin kelganman. Niyatimga yetib xursand yuribman. Yordam kerakmasmi? Mabodo mendan oilam bilan shu yerlarda turibman. Korxona yopilib ketgandan keyin xorijliklar olib qolgandim yana. Ko'p shaharda bo'ldim, vaqt o'tib sekin deyishdi. Xulqing yoqmoqda seni. Shu bilan shu yerga joylashib oldim. Xudoga ming shukr, yashashim yaxshi. Uning so'zlariga lol bo'lib qoldim, o'zimga bo'lib qolgandim qarshi. Xayolimdan o'tdi eski xotira. Ukam sal niyat ham boshqacharoq-a. O'zimga kela olmay turardim sira, vaqt o'tib shu holda qolgandim bunda. Ko'z oldimda edi ensam qotgani. Degandim bo'lmagan duo qilyapti. Bejiz emas ekan so'rayotgani, mana niyatlari qabul bo'lyapti. Ko'zlarim yoshlandi. Behol, bemajol. So'rashni bilmabman eng buyuk zotdan. Xudo qilmas ekan niyatni uvol, o'rganar ekansiz ko'rib hayotdan. Meni so'rasangiz berguvchi Xudo, ulkan narsalar ham uning qo'lida. Chindan o'tinsangiz qilarkan bajo, yaxshi orzu qiling Alloh yo'lida.